Ya'ni malaga berishlayman, yengma chiqib. Nimaga shungacha nima? Bilmayman, hozir qamoqchilar ishlar qo'yib ketdi. Nima qilyapti? Mazkur ben kana ochdik, oxirgi Qanaqa yana? Şöyle suyu filan gibi, kapının açılışına. Ishlab oldim. Qo'shiq Bunday qilyapman. Men kanal ochgan joyga break qilyapman. Yettan video tomosha iPad bosib ishlayapman. Mikrofonni ochdingmi? Ha, ochdim. Kecha hafta ochgandan boshqani yo'q. Eski akkauntingni ulama lekin. Yo'q, yangi hamma. Chan eski Eski bo'lgan o'yinni qaragan, yo'llardan chizib olib ketdi. Eski akkauntga kirgizmadan olsang. Shunday. Sababi eski akkauntga kirgizsang, bitta narsada qanday email ochsang yo sotib olsang, masalan, tushirib tashlayman o'sha rasmga. Keyin tushunasan-da, masalan, aytgan gapimni keyin tushunasan. Hech qachon eski akkauntga Gmail pochtaga nima deydi, u AdSense'ga kiritma. Yangi AdSense ochib, yangi AdSense'ga kirit. Ha, shunday bo'ladi. Shunaqa qilsang yutasan. Eski akkauntga kirgizsang bo'lmaydi-da. Yangi men hozir kecha nima qilganim? Kechangi ham zararlandi-da, men kechangi ham zararlandi. Ha. Kirroqroq o'ynaymiz. Tutib oladim deyman hozir. Qoch. Bu yoqdan qoch. Pırlak çıkmaç beklerler. Haydi. Yürü. Çıkıp kaçarsın zaten. Çok inanılmaz değil. Yapır. Benim burada koymadı tam ne? Hani işte kanalımı yaşasam bırak. İşte kanalımı gör. Nasıl ben özüm için şahsiyet sen yaxshi da. Sen sıkıntı oradalar yapmakla ne diyor? Kıl bunu işte gel. Neyse ben? Endi o'zingdan boshqa hech kim foydalansa mualliflik qilishing kerak. Kanal ochishdan oldin mualliflik kanal qilishing kerak. Bu qo'shda o'zim bilan qo'yib ketdim da. Kanal ochishdan oldin mualliflik kanal qilishing kerak. Ne, bunga bir kanal qo'shmayman, qo'shib. Yo'q, seni videolaring, qo'shiqlaringni o'g'illasa, senga bildirgi keladigan kanal qilib ochasan-da. Nima qilinadi? Ha, uni men ochish kerak, unaqa qilishdi. Yo'q, o'shani men internet ochmayman. Hali misol deyishadigan bitta akkaunt telefonimga kirdiraman-da. Ertan olib ketaman, atayingacha. Manda Gmail pochta qara, manda Gmail pochta bunday xabar berganda. Kanal sotib olsang, yo bir boshqa kanal ishlatsang, barcha hisobingizni o'chiramiz degan xabar kelgan. O'shanga ulangan kanallarni monetizatsiyasini o'chiriladi degan xabar bor. Shuning uchun senga aytaman, barakanglar. Nima qilma degan maqsadim shu-da meni. Juda uzoqlashib ketdim. O'zim qo'ying, shu yangi o'tgan birinchi kanalga qo'yaman yaqinda. O'zimda bo'ladi, Said Afzaldan taxlatib ol. Yo o'zing yaratib ol. Yo'q. Ha, shuni yarataman. Bitta kanalga qo'ydim. Men hammasi o'zimga to'g'rimi? Ha, o'zingga. Hech kim musiqa jalba tashlolmaydi. Demak, kiradi. Hech kim tashlolmaydi. Yo'q, ularga men tashlaman. Ha, ularga tashlolmaysan. Apa sampai penita lagi sama dengan pasti itu sama. Pak Budi kan mungkin bingung tuh. Ayo bermaysan, bilaman. Kelgan pilla saligini indamaysan. Mana shuning uchun yana kechangi AdSense ham zararlandi. Qaytib ochmayman dedi. Boshqa o'zimning nomimga ochaman dedi. Ha.
degan sonni tez yur. Sakra, hoppa. Qo'sh. Ko'ramiz. Yuguramiz. Hop. Qo'sh, qani. Yuguramiz. Hop, mana bu shot kelganmiz. Go'sht zavod qildik. Harar bo'lib kelsan nima bo'ladi? Go'sht zavod desam shara. Sen o'ylab gapiryapsan shuni. Harar bo'lsam, do'mirlagan yer yaxshi emasmi? Qaltira yer yaxshi. Qaltira yer yaxshi. Do'mirlagan so'ng boqqan yering desa yomon. Asla. O'ziga qaydasi ariqqa xotin kerakmi yoki senga do'makka xotin kerakmi? Menga farqi yo'q. 3 ta xotinim bor, yetadi. 3 ta xotinim bor, yetadi hozir. Biri ariq, biri qaltira, 3 ta xotinim bor. Ishonmasang? Ha. 3 ta to'yini. Och. Aynan. Asla. Bu bilan o'ldi. Qanaqa qiladi degan? Men so'rayapti, kasr jamlanib davomini ana birdan. O'tkincha qo'sh. Ishga xotin nima deyapti? Ha, u qoch. Uchta xotinim bor, ishonmasang yana so'ra. Har kim shu xotinlarni o'ltiraman gapiradi. Qoch bo'lgan sakrab qoch. Qoch. Ha. Meldardan. Uchta xotinim bor, bir kompyuter, bir planshet, telefon bo'lsa, ana birinchi xotin. Hoppala. 3 xotinim bilan kunda suhbatdaman. Yacha. Chiqamiz. Degan ko'rma qopdi. Bugun o'zi chat qo'shilmadimi deyman birodar. Yo'q, bugun qo'shilmadi. Nima qo'shmadinglar bugun? Bugun hamma chachapti, bir tomon aytdi. Video taxladim, hozir Robloxga kanalda taxladim endi. Bitta o'ynab bosaman endi nasibcha shunga. Nasraga qilib kanalda. Ha. Nima qiladi bitta? Birinchi bitta men qora yetimlarni shu o'zgartirib qo'ysammi? O'chirmagan bo'lsang kanalni ichidan to'g'rilasang bo'ladi. Ben o'zgartiraman, yetimni to'paya. Yo'q. Esingdan nima qilmagan bo'lsang, telefonni chaqirmagansan? Yo'q, o'sha ana shu qo'yib demoqchiman-da, yetimni to'paya. Qoladigan, esingga qoladigan parol qilib qo'yadi. Shuna qilmasam bo'lmaydi. Esingdan chiqmaydigan parol qil. Qanaqa men birdan so'rab qolsam, birazga bugun. Ha, ana so'rash. Qani mutaxassis. Qurol qanaqa tashlar? Ha, esimda. O'ldirib qo'y, padaringni. Bos shuni bak. Jittim balki jittim var. Yedi taşlandı başım. Olki yalnız yok ki. Ne düştü? Bırakmadım. O da şey gitmeyin mi? Bayrizim Bayı oldu. Nerede? Bayı oldu. Ne aldı fotoğrafı? Bayı oldu. Ah, berarti ya. Konjai buat teruslah macam-macam. Buat masalah-masalah. Masalah-masalah. Wow. Oh, iya, saya masalah. Bisa masalah? Ya, Ya pula. Şuradan utolmayanda, şurada qiyin o'taman.
tashlagan qo'lingdagi miltig'ingni nima kerak deb o'ylaysanmi? Shunday boshqa miltiq ushlab olgan. Voy tashlashni bosib tashlab beravering. Onangning bo'ldi bolasi. Marta chiqolmam. Sakra, kachalmisan deb biladi. Voy bitarganmi men bacham. Nima? Yo'q, hech narsa. O'yla, araya kirib ketdi. Sen onangning bu qonlar bachaygan sanki. Bu qata qilgan. Hoppa, endi yura. Shoppa. Qani normal qani. Ama chiqqan ekanman ko'za. Hoppa. Давай. Вот так, он слабее, он слабее.